Inson salomatligi har qanday jamiyat taraqqiyotining eng muhim mezonidir. Ayniqsa, bolalar salomatligini muhofaza qilish, og'ir va kam uchraydigan kasalliklarga chalingan bolalarni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish, yuqori texnologiyali tibbiy xizmatlarni kengaytirish hamda og'ir tashxisli bemorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim qarorlar qabul qilinmoqda. Bugungi kunda dunyoda 7000 dan ortiq orfan, ya'ni kam uchraydigan kasalliklar mavjud bo'lib, ularning aksariyati irsiy va genetik xususiyatga ega. Xalqaro ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 300 milliondan ortiq inson orfan kasalliklari bilan yashamoqda. Ularning qariyb 70%ni bolalar tashkil etadi. Eng tashvishlanarli jihati shundaki, orfan kasalliklarining ko'pchiligiga tashxis qo'yish murakkab, davolash esa uzoq muddatli va juda yuqori xarajat talab qiladi. Ko'p hollarda bemorlar yillar davomida aniq tashxissiz yashashga majbur bo'ladi. Ana shu raqamlarning o'zi bu masalaning naqadar dolzarb ekanini yaqqol ko'rsatadi. Shu boisdan mamlakatimizda bu yo'nalishdagi ishlarga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan o'tgan yillar davomida orfan kasalliklariga chalingan bolalar uchun qiymati 30 milliard so'mlik hayotiy muhim dori vositalari xarid qilingani bu boradagi amaliy ishlarning yorqin namunasidir. 8 marta operatsiya bo'lganman. Har bitta operatsiyam kamida 6 soat yoki 5 soat davom etgan. Hozir Xudoga shukr, hammasi yaxshi. O'zim hech kimni yordamsiz yurayapman. Avvallari aravada maktabga borardim. Hozir xastada boryapman. Juda ham xursandman. Juda katta rahmatimni aytaman. Qizim Storabona 7 oyligida birinchi marta oyog'i singan. Davolanishga borganmiz, lekin biz nomukammal osteogenezini bilmaganmiz. 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 4 yoshgacha yurgan. Keyin sinishlar qayta bo'lgandan keyin deformatsiyalardan keyin yurmay qolgan. Oxirgi 18-operatsiyamizdan keyin Xudoga shukr yurishga ruxsat berildi. 2 oy bo'yi qizim yurishni boshladi. Hozir mustaqil yurishni boshladi. Ta'riflab bermaydi u xursandchilikni. Shuncha narsani hozir men 1 minut 2 minutda aytdim, lekin buncha narsani 10 yillik narsani ichda o'tkazib aytib berish qiyin. Shu ma'noda yil sayin xorijiy ekspertlar, yetakchi shifokorlar va mutaxassislar ishtirokida o'tkazib kelinayotgan yaxshi an'anaga aylangan orfan kasalliklari bo'yicha milliy konferensiya mazkur yo'nalishda muhim ilmiy amaliy maydon sifatida xizmat qilmoqda. Bu maydonda nafaqat bilim va tajriba almashiladi, balki zamonaviy tashxis va davolash usullari muhokama qilinadi. Xalqaro hamkorlik kengayadi va inson hayotini saqlab qolishga xizmat qiladigan yangi yechimlar shakllanadi. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi esa bu jarayonda muhim amaliy tayanch bo'lib kelmoqda. Humanitar yordamlar, qimmatbaho dori vositalari, xorijiy mutaxassislarni jalb qilish, murakkab davolash jarayonlarini tashkil etish bularning barchasi yuksak insonparvarlikning amaliy ifodasidir. Orfan kasalliklarga qarshi kurash bu faqat tibbiyotning vazifasi emas, balki butun jamiyatning insonparvarlik va mas'uliyat mezonidir. Zero har bir bolaning sog'lom va baxtli hayot kechirishi eng ulug' maqsadimiz ekan. Biz birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz bilan ko'proq bolalarga umid baxsh etib, sog'lom kelajak poydevorini mustahkamlaymiz.